Xuruz 450 kulanga. Neç kilo chiqadi? 3 kilo. 3 kilo chiqadi. 3,5 kilo. Tovuqlarni ichiga yuribdi, shu uchun boqmaganmiz. Xuruz 100 dollar ekan. Şampiyonla rastlaşacak. Ha? Şampiyon. Chempion. Tavuklar neç puldan ekan? Sotu panjur diyor. 250 mi ikovi. Xoroz neç pul ekan? 500 ming xoroz. Mokyonlar neç pul? 200 lira. 200 mingdan mokyonlar. Düşürmüş. Neç so'm ekan xoroz? 80 lira. 300 ming. Uchi? Bu ham 300 ming. Neç pul ekan? Qaysi? Mana bu. 250. 250 mi? Cho'ja olib. Qanday? Cho'ja. Neç puldan ekan bular? 700 kabı var aka. Ekomi yo'q xorozmi? Ekoga 700 bering mayli. Ekomi 700. Haydi shalpang var. Bular neç puldan ekan? Xoroz neç pul? Horoz 800 yapmak ya. Kelishtirib beramiz. Mokyonichi? Makoni 150 te. Har safar tez kelib ketaydingiz, bugun ancha kechga qolibsiz. Bugun kechikibsiz-da. Ha. Neç pul ekan xoroz? Neç pul ekan bu kulanga? 700 ming. Neç pul ekan xoroz? Horoz 500 deyapmiz. 500 deyaptilar, kami bor. Zo'ri neç puldan? 1 million. Nomerdan aytaymi? Ayting. 88lik 983 87 88. Horozini topib beramiz. Xo'p. 500 ming aka. 500 ming. 1,5 million. Oshni yeb, keyin o'ynatasizlarda buni. Allah. Neç pul ekan bular? Pusat yükseldi onu. 200 mingdan. Bularchi? 300 daha. 300 dana. 350, mana bular 500 daha. 350, 5. Karesi kozası yakın. Saçta kol gözü görmeyiz. Bandet tutuşa. Mokyonon şambuşu. Aka dutuşa payza turuktan. Yaktım mekle kurutça, yaktım mukça. Koz mekle göm bir koşunu bloturun. Payza donuşukse. Kattalari neç puldan ekan? Bular neç puldan ekan? Aka? Kattalari. 700 ming ikkalasi. G'ozlar 300 mingdan, o'rdaklar sotildi 100 mingdan. Undiqlar 200, 250, 300 ming narxlari. G'ozlar nechi pul? G'ozlar 400. Rejalar 3 mingdan. Kattalari 10 mingdan. Nasıl sarkalar 100 mingdan.
O'rdaqilar 40 mingdan. Video obzorimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Do'stlar, kanalga obuna bo'linglar. Bu bozorning adresi Samarqand Trikotajniy fabrika, Yangi bozor. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana bugun 8-mart shanba. Samarqand Yangi bozor. Bu yerga meva daraxtlari. Tog'o daraxtlar nech puldan? Uzum nech pul uzum? Ha. Uzumlar 25, 30, 50 minggacha ekan. Короче, geloslar, olma, noklar 30 ming, 25 ming. Geloslar ham короче mevalarni narxlari 15 mingdan boshlab to 35 minggacha ekan. Qanaqa meva bo'lmasin, endi nimasiga, katta kichigiga qarab narxlari. Katta kichigiga qarab. Bu Samarqand Seliskiy Qarshi Kuruk bitonka. Yonida Yangi bozor. O'sha yoqda sotadi. Shoftolimi, qanaqa mevalar bo'lsa hammasi bor. Narxlari shu 15 mingdan boshlagan nihonlarni. Tutun champul tut. Tut shotut. Ha, palxish. Shotutchi? Ko'proq olsalaringiz 30 dan beraman deyapti. 35 ming ekan. Tut shotut. Gulo. Gulo chanso'mi gulo? Aka, gulo. Gul. 60 ming o'ntasi. O'ntasi 60 ming. 60 ming. 5-6 xil pulimiz bor. Uzumlarchi? Uzumlar 25 mingdan 150 minggacha. Kattalari 150 ming. Aman ular 150. Ha. Yerda eski qadrdonlar. Archachilar. Assalomu alaykum. Yaxshimi? Yaxshimisiz? Bu yerda dekorativniy daraxtlar bor ekan. Gullar nech puldan? Egasi qani? 200 ming? Har xil daraxtlardan. Archalar nech puldan? Yo'q, adashyapsiz. Bu qimmat daraxt emas-ku. Egalari yo'q ekan. Mana hozir bahor ekishga har xil daraxtlar bor, lekin qimmat emas. Arzon. To'g'ri bular nech puldan? 80 ming. 80 mingdan. Bular nech puldan? Mana shular. 60 ming. Har xil daraxtlardan bor.
kimga kerak bo'lsa agar dastavkalari ham bor ha? Dastlabki hammasi ichida. Ha, telefon raqam qo'yasizmi? Raqam 99lik 99lik 217 13 217 717 69 13. 69 13. Manzara, dekorativ hamma narsa bor. Hamma narsadan bor ekan. Mana shular hammasi o'sha odamniki. Kimga kerak bo'lsa agar qo'ng'iroq qilsalaringiz dastavka yetkazadi. Archalar nech puldan ekan? Archalar 30 mingdan 200 minggacha. Mana bu nima edi? Sirena edimi, nima edi? Burchina. Ular nech puldan? 200 mingdan, ha? Oba havuni qara. Tovuq. Qanday chiroyli. Dekorativni daraxtlari hammasi shu odamniki. Kimga kerak bo'lsa, o'ynaga raqamga qo'ng'iroq qilaringiz, yetkazib beradi. Ular eski qadrdonlar. Gullar nech puldan to'g'o? Ochib ko'rdingiz kerakda. Nech puldan gullar? Assalomu alaykum. Ha? Arzon. Nech pul? 230 ming bular. 30 mingdanmi?